Aka, qaysi qabr? Mana shu ikkalasi. Yaxshilab tozalab qo'y. Xo'p bo'ladi, xo'p. Aka, kechirasiz-u, qabrdagi insonlar sizga kim bo'ladi? Biri otam, biri onam. Tushunarli. Qabristonga anchadan beri kelmabsiz-da, aka. Vaqtim yo'q. Aka, hech bo'lmasa bir oyda bir marta o'zingiz kelib, otangiz bilan onangizni qabrini tozalasangiz yaxshi bo'larmidi? Kim? Manmi? Shu kiyimda. Hey. Aqllilik qilmasdan, bilib ishingni qil. Pulingni olyapsan-ku. Xo'p, uzr. Aka, bo'ldi, tozalab bo'ldim. Nech pul bo'ldi? Puli kerak emas. Savob uchun. Faqat sizga bitta gapim bor. Xo'sh. Kimningdir qabrida o't bosgan tikan ularning farzandi butkul unutgan. Kimningdir qabrida gul ochgan chaman ularning farzandi gul urug'ini sochgan. Ularning farzandi gul urug'ini sochgan.